kreditni talab qilib uyingizgacha kelishi mumkinmi? Demak, diqqat qilamiz azizlar. Markaziy bank boshqaruvining 32-62-sonli qarori bilan tasdiqlangan nizomga ko'ra, agar kredit grafiki bo'yicha qarzdorlik kechiktiriladigan bo'lsa, bank xodimlari sizga ogohlantirish berish kerak. Va siz o'sha ogohlantirishni bajarmasangiz, ya'ni moliyaviy holatingiz asosida pulni to'la olmasangiz, bevosita bank sizga kreditni to'lash yuzasidan talabnoma berishi lozim. Agarda talabnoma shartlarini ham bajarmasangiz, bankda bevosita o'sha kreditni undirish yuzasidan sudga murojaat qilish huquqi bor. Hech qaysi qonun hamda qonunosti hujjatlarida bank xodimlari kreditni talab qilib uygacha kirish huquqi borligi ko'rsatilmagan. Bank xodimlarida o'sha uyingizga borib, qo'ni-qo'shningiz oldida kreditni talab qilib, sizga turli xil gaplarni gapirish huquqi yo'q. Shu sababli o'z huquqlaringizni biling. Agar bank xodimi kreditni